Assalomu alaykum yana bir bor. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan narsamiz jonli bozorda savdo qilish bo'ladi. Xo'p, jonli bozorda savdo qilish undan oldingi darslarda man o'sha bozorda qanaqa qarashim va man endi bozorni qanaqa ko'rishim va qanaqa savdo qilishimni aytib o'taman va umuman savdo qilib beraman. Va o'zimni strategiyalarimni navbat va navbat tushuntirib boraman. Xo'p, har doimgidek biz oylik time frame'dan tushib kelamiz. Hop, oylik time frame'da nima gap? Oylik time frame'da biz o'rganayotgan order block bu yana ma'lumot uchun bu trading view emas. Bu endi boshqa sayt, ya'ni forex reply. Va biz uchun bu qanaqadir yangilik emas. Order block degan joyga qaytaramiz. Bu order block, ya'ni OB. Tekst ko'rinishda yozamiz. OB, ya'ni order block. Xo'p, oylik order blockimiz. Endi weeklyga qaraymiz. Oylikda selldamiz, weeklydachi. Weeklyda ham order blockimizni buni qo'ysak yaxshi bo'ladi. Weeklyda ham order blockni ham pastga tushirib qo'ysak. Weeklyda ham order blockimizni belgilab olamiz mana. Xo'sh, yana bitta order block. Yana OB. Xo'p, weeklyda ham, dailyda ham order block bor. Endi dailyga ko'chsak. Dailyda уже trend sellga o'zgaribdi va bizni qaraladigan narsamiz bu failure swing, ya'ni narx bunaqa anavlarni qarashimiz bo'yicha yomon ko'radi va narx kelib berish kerak. Va biz ana bu yerda bizni birinchi, ya'ni anavlarimiz targetlarimizdan bittasi va trend sellda va biz sell olishimiz kerak. Xo'p, H4 ga qarasak. Xo'p, bizda trendimiz yana bizga keladigan narsa FVG'ni. Umuman bu ma'lumot uchun aytyapman, bu просто yangi приложение, ya'ni forex reply va biz bilamiz hamma narsani boshdan настройка qilish kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun qanchadir vaqt talab qiladi buning uchun. Nol va bizga yetadi shu. Va bu bizga qanaqadir bitta darajamiz va bizga bundan oldin ko'rganimiz bizga nima kerak? Ya'ni FVG'ni belgiladigan bizga ko'rsatganimiz kerak. Xo'p. Va mana biz kerak. Va biz belgilab olishimiz kerak yana FVG'ni. Biz bundan oldingi darslarda FVG nimaligini menimcha tushungandik. FVG'miz bor va biz ko'rishimiz kerak FVG'ga kelishi. Va keyingisi kuchli FVG bor. Yana bundan oldin MSS, ya'ni bu MSS bor, ya'ni marker structure shift, trend o'zgarishi bor. Va bu turtle soup. Turtle soup ham shart emas. Turtle soup bilib ketaylik, tamam. Xo'p, bitta hozir o'zgarish bo'lishi kerak. Yana bu bilishimiz kerak bo'ladigan narsa, bu qanaqa приложение sen o'tkazib bo'ladi narxi. Ya'ni bundan oldingisini emas, bundan keyin narx kutib o'tirmaymiz. Ya'ni o'zimiz big test uchun zo'r приложение. Va biz kutishimiz kerak. Va bizni ana shu FVG'imizda zona hosil bo'lishini kutishimiz kerak. Ya'ni 50% ga chiqishini.
va chiqdi va bizni targetlarimizni hammasini oldi. Ya'ni oldi ana bular hammasini. Va biz bunda savdoimizni o'tkazib yubordik desak bo'ladi. Bu yerda savdoga kirolmadik. Mayli, bizga hali savdo qilish imkoniyatlari bo'ladi. Biz shoshilmaymiz. Biz asosiy maqsadimiz biz pulni himoya qilish. Xo'p, bildik trend qayerga kelishini. Endi keladigan narsamiz bu FVG ishladimi? Ishladi. Endi keyingi FVG'miz mana. FVG. Biz FVG endi bizga bu ham shart emas. Buni ana berib chizsak bo'ladi. Ya'ni bu premium diskont narx premiumga chiqib berishi kerak. Chiqib bermasa savdoga kiramiz. Va bizning joyimiz ketdik. Trend tushirib ko'ramiz. Ketdi. Bizga ikkidagi shamcha kerak. Ikkidagi shamchani range qilib olamiz. Ikkidagi shamchani range qilib olamiz va bu da ikkidagi shamcha. Bundan keyin H4 da bu manchada 2. Davom etamiz. Va biz ana shu yerda savdoga kirishimiz mumkin. Ya'ni short pozitsiyasini olsak bo'ladi. FVG'ga kirgandan keyin limit qo'ydik. Bizga keladigan joyimizga kelib berdi va order blokka kelmasligi kerak. Va biz hozircha 1 umuman olganda 1 emas, uzoqroq kutsak bo'ladi va biz 1 ishlaylik. Mayli. Savdo ochamiz. Start order 1% risk shotdan limit qo'yishimiz kerak demak. Mana bu yerga limit qo'ydik. 0.5%. Savdoga ochildi. Short pozitsiya ochildi va kutamiz. Va bizning limitimiz olmadi. Limit qo'ygandik olmadi. Va biz davom etishimiz kerak. Biz yana bittanab order blokka limit qo'yamiz. Order blokka limit qo'yamiz. Order blok. Biz o'rgangan order blok. Yana bitta short pozitsiya ochamiz. 1ga 2 qo'yishimiz biz uchun normal. Va ketdi. Yana savdoga kirdik. Va bizni savdoimiz kuchda kirdi. Savdoimiz ishlayapti. Bizni savdoimiz hali foydada. Va take profit. Take profitimiz olmadi va oldi take profitimiz. Yana mana bitta analizimiz va bundan oldin ko'rgan order blok ishlashi bizga qanaqadir o'rganganimiz bizga qanaqadir foyda bo'ldi. Yana biz 1ga 2 pilichot ishlab oldik. Xo'p, birinchi analizimiz o'xshadi.
va biz analiz qilishni davom etamiz. Endi kunlik time frame'ga yana bir qaraymiz. Xo'p, kunlik time frame'da nima bo'lyapti? Kunlik time frame'larda nimalar hosil bo'lyapti? Umuman FBG, order bloklar qoldirmadi va bizdan bundan tepadagi kelayotgan narsalar kerak emas. Xo'p, H4 ga qaraymiz. Endi katta time frame'larda analiz qilish ko'rsak. Katta time frame'larda analizimizni ko'rsak va biz ko'rishimiz mumkin va o'tkazamiz. Bizda hali biz strategiyamiz ishlaydigan qanaqadir order bloklar ishlaydigan daraja yo'q. Ko'rishimiz mumkin FVG ga. Agar bu FVG kelsa biz savdoga ochamiz desak. Menimcha bo'ladi va bundan oldin ko'rsatilgan soha bo'yicha, ya'ni yo'nalish bo'yicha FVG ga kelsin va biz limit qo'yamiz. Savdoga kirib qo'yamiz. Agar FVG ga kelsa stop lossimizni mana bu yerga qo'ysak, umuman olganda FVG ga kelsa qo'ysak va take profitimiz pastga qo'ysak, ya'ni 1 ga 3 plyusda ishlasak. Xo'p, 0.5% risk va savdoga ochamiz. Ochildi savdo va kutamiz. Va savdo ochildi mana va kutamiz savdoni. Yana bir marta kelaverdi. Va take profitimiz oldi. Yana bitta take profit bor. Xo'p, davom etamiz. Endi yana stop loss va take profitlar ishlash, buni o'chirmay turamiz. Endi umumiy ma'noda berib ketamiz. Ko'rsatib. Yana davom etamiz. O'tkazamiz. Biz strategiyamiz ishlaydigan yo'nalish yo'q. Hozircha. Xo'p, bitta yechitani berildi. Bu to'rtal suv bo'ladi. Ya'ni to'rtal suv. To'rtal suv. Bu yechilishi va struktura o'zgardi. O'zgaradi deb o'ylaymiz. O'zgardi struktura. Bu yangilik bo'lganligi uchun juda yuqori ketdi va biz buni yangiliklar o'rganganmiz. FVG ni yana bitta tarafi bu yana IFVG. Ishlagan FVGlar ham biz IFVG ni IFVG qilib ishlasak ham bo'ladi. IFVG bu alohida mavzu. Uni yana bir ko'rib o'rganishingiz mumkin. FVG ili agar yorib o'tsa narx bu IFVG qilib ishlasa bo'ladi. Va biz уже savdoga kirsak bo'ladi. Ya'ni ana FVG dan. Umuman sizlar IFVG deb sizlar chalg'itmayman. Va biz ana FVG dan buni surtiramiz. Biz ana FVG dan ishlasak bo'ladi. Ya'ni savdoga kirsak bo'ladi. Savdo endi long pozitsiya olamiz. Mana shu yerdan long pozitsiya olamiz. Stop lossimizni bu yerga qo'yamiz. Take profitimizni hop, mana buni boshiga oldiga qo'yaylik. Ya'ni birga 2 ishlaylik. Take profitimizni sal tep, stop lossimizni sursak ham bo'ladi. Ya'ni bitta qo'yishimizcha shart emas, birga qo'ysak ham. Birga 1.7, birga 2 ishlaylik mayli. 1.7 normallik. Xo'p, ketdi. Ochdik savdoni. Va biz limitimizni olib ketdi. Va bizni stop ko'rishlaringiz mumkin. Bizni take profitimizni oldi. Va undan keyin xo'p, biz take profitimizni oldi va biz davom etamiz. FVG, demak FVG ishladi. Men aytgan FVG ishladi. Va davom etamiz. Xo'p,
bu уже order blok bo'ldi. Tanasi bilan yorib o'tdi. Biz order blok deb hisoblasak bo'ladi. Yani order blok. Hop. Endi hop, short pozitsiya olsak bo'ladi. Da bo'ladi. Stop loss berib qo'ysak. Take profitimizni buni ham 1 ga 3 ishlasin. 1 ga 4 ishlasin mayli. 1 ga 4 yaxshi. Va biz savdo ochamiz. Bunda 1% risk qilib ochib qo'ysak. 1% risk qilib ochsak va davom etamiz. Va bizning savdoyimiz ochildi va ketdi. Hoppa, hoppa. Va bu 1 ga 4 emas, 1 ga 5 ham ishlayverdi, lekin bizda 1 ga 4 edi. Agar eslaringizda bo'lsa. 3-chi targetimiz ham foydada. Va biz davom etamiz. Bizda yana nima bor edi bu yerda? Yana bitta order blok bor edimi? Bizda order blok bor edi. Va bu order blokimiz tepaga ketish kerak edi. Order blok, ya'ni qaytarish kerak edi narxni. Xo'p, biz yana limit qo'yamiz order blokka. Ya'ni yana pozitsiya ochamiz. Mana bu yerda limit qo'ysak va stop losslarni qo'yib, xato ochib qo'yamiz. Endi long pozitsiyasini olib ko'ramiz. Stop loss, take profit 1 ga 6. Ajoyib, juda ajoyib. Limit 3% risk qilaylikchi shu paraga. Shunga da ketdik. Va biz savdoyimiz kuchga kirdi. Mana u yashil bo'lib turdi. Va kutamiz. Va stopimizga yaqinlashdi, yo'q lekin. Va stopimizga yaqinlashdi va davom etmoqda. Hoppa, va mana sizlar bilan order blok va FVG ni ishlatib 4 ta savdo ochdik va 4talasi ham qanaqadir ijobiy o'xshab berdi. Bu strategiya juda ajoyib va o'rganishligi muhim bo'ladigan strategiyalardan biri hisoblanadi. Va bu trend asosiy qanaqa yo'nalishda ketayotganligi va qaysi trenddaligimizni bilishimiz albatta bu juda muhim. Va biz oddiy FVG va order blok ishlatib savdolar ochdik. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Nimadir o'rgata olgan bo'lsam, xursandman. Sizlar ham ketgan vaqtlaringiz uchun rozi bo'linglar.